Hammaga salom, sizlar bilan men Loda. Bugungi videomizda do'stlar, sizlar bilan birgalikda Minecraftda mana shunday to'siqli olamda yashaymiz. Va bu to'siqni kengaytirish uchun biz mana shu ko'rinib turgan topshiriqni bajarganimizdan so'ng hududimiz kengayadi. Albatta videoni like, obuna bo'ling. Birinchi topshiriqda aytilishicha bo'yicha biz daraxt ko'lashimiz kerak ekan. Va u bajarildi. Ajoyib. Qanunda verstakni ham tezroq yasaveramiz. Ajoyib. Endi biz crafting table'ni yasasak, bizning olamimiz yana bir blokka ko'payadi. Va endi tezroq taxtalarni olib olamiz va verstakni yasaymiz hozir. Davay. Nimaga bular chiqmayapti? O'zi avtomatik yasalish. Mayli, o'zimiz qo'lda yasab tashlaymiz. Bu yerni bu yoqqa, bunaqa, keyin taxta yo'g'ini olamiz va bizning topshirig'imiz bajarildi va bizning olamimiz yana bir blokka ko'paydi. Xo'sh, endi biz kirka yasaymiz hozir. Nimagadir chiqmayapti, o'zi avtomatik bo'ldi. Buni bitta olamiz va bizning keyingi topshirig'imiz toshli kirka yasash ekan. Unda boshlaymiz. O'zimga kerakli toshlarni yig'ib oldim va ko'rsatishni unutibman. Mana bu yerda sandiq bor va uning ichida ovqat bor ekan. Men buni o'zim qo'ymadim, bu olamni o'zi yaratgan. Endi biz o'zimizning topshiriqni qilib oldim va bizda yana bitta blok ochildi. Va keyingisi esa bizda qilich yasash ekan. Buni ham oldik. Keyingi topshirig'imiz zombi go'shtini olishimiz kerak ekan, chunki hozir kechqurun emas va uni o'rniga biz hozir bitta bolta yasab, hamma daraxtlarni tezroq olamiz. Yaxshi. Daraxtlardan urug'lar tushganda va ularni ham ekib qo'ydim. Chunki bizga kelajakda daraxtlar ko'proq kerak bo'ladi. Va bunisini ham qo'yib qo'ysam va yana boshqa joyga qo'ysam bo'ladimi? Mana bu yer bo'ladi. Va bu yerga bo'lmaydi, bu yerda hech bo'layapmi? Va sandiqqa qo'yib qo'yamiz. Va konga qarab tushib ketamiz yana. Va konimizni davom ettiramiz, chunki bizga ko'mir, temir, olmos, rudalar kerak bo'ladi. Pastga qazish ishlarini boshlaymiz. Va yo'limizda uchragan rudalarni qazib ketamiz. 1-2 bloklardan so'ng va men ko'mir topdim va ularni tezroq kovladim. Chunki bu yer juda ham qorong'u va men mash'ala yashamoqchi edim. Tezroq bularni olib, hammasini olamiz va hozir bularni ham olamiz, hammasini olamiz va fakel yasaymiz. Ya'ni mash'ala. Xo'sh, bularni birlashtirgan holda bizga hozircha 8 ta yetib qolishi mumkin. Yana topolmadim. Mana bor ekan-ku hayot, juda ham qorong'u. Biz o'sha baryerni oxiriga kelib qolibmiz. Va bularni ham tezroq olaylik. Ko'pi o'sha baryer tomonda bo'lmasin ish qilib. Va yo'q, boshqa tomonda ham bor ekan, lekin bizga mumkin emas u yoqqa o'tish. Bularni tezroq olamiz. Temir topdim. Shunchaki ko'mirning tagidan ko'mir topib oldim. Va buni olamiz va bu yerda ko'p ekan. Bu 4 ta, nechta? Yo'q, bu yerda ko'p ekan. Juda ham ko'p ekan. To'xtalar tepaga chiqib keling. Yomg'ir yog'yapti ekan, nima ekan deyapman. Qoldiroq chalganiga yoki oddiy chaldimi deb o'ylabman-da. Xo'sh, bu yerdagi temirlarni tezroq bo'lishimiz kerak. Olamiz va temir mani skinimga nima qilgan? Buni qaranglar hozir. Va bu yerdagi hamma temirlarni olib oldim. Va bu yerda yo'qmi boshqa? Bularni ham olaman.
temirlarni ko'p bo'lmaydi. Olib ham oldim. Va bizga ko'proq temir va topshiriqni bajarishimiz kerak. Shuning uchun konga tushamiz. Bu yerda nima bo'lyapti? G'alati ovozlar kelyapti. Tepaga chiqib kelaychi. Va bizda bloklar bormi? Ha, bor ekan. Va tepaga chiqib olamiz. O tepaga chiqdik. Nima edi nomi esimdan chiqib qoldi, lekin bular asab buzadi. Voy, hozir olaman. Hozir ana olaman. Bersagim tezroq olay. Yo'q, hozir haqiqatdan olaman. Bular juda ham ko'p bo'lyapti. Voy, jonim kam qoldi. Maqsad bo'ladi. Hozir bu yerda bloklarni o'zimga o'rab oldim. Hozir bo'ldi. Xo'sh, bu yerda juda jon saqlab turishim kerak. Pastga tushib endi tezroq topshiriqni bajarishimiz kerak. Biz vaqtimiz juda ham ko'p ketyapti. Video juda uzilib ketadi shuning uchun. Xo'sh, sekin pastga tushib ketaveramiz. Tez. 15 daqiqa yurganimdan keyin bu yerda spawner topib oldim va bu yerga mash'ala qo'yib pastga tushishga ozgina qo'rqdim va sakradim va bu yerda juda ham zombilar ko'p edi. To'rtta bularni ham sonini kamaytirib turadi. Men chiqib ketishga urindim, lekin uncha foyda bermadi. Qo'limda bolta ekan, o'lib ketishim yaxshi qoldi, lekin bu toshkirka va biz ikkita topshiriqni boshladik, lekin o'lib qoldik va bu yerda tezroq sandiqni oldimdagi pastga tushib ketdim, chunki haligi qushlar yana bezovta qilmasligi uchun va qaytib qasosimni olishga qaror qildim. Va tezroq tushib oldim. Ularni baribir o'ldiraman va sandiqdagi narsalarni olib, kondan narsalarni olamiz. Mana temir ham bor, hozir ko'rsam tushib ketardim. Shuning uchun birinchi zombilarni hal qilamiz va keyin hamma rudalarni ko'lab tepaga chiqib eritamiz. Bizning keyingi maqsadimiz temir eritish ekan. Erigan temirni olish. Sekin bu yerda qani zombilar yo'qmi? O'zimizga chaqiraylik. Tushishga hozircha qo'rqyapman. Pastdan ham qani o'g'ina bittasi bor ekan. Uni tezroq o'ldiramiz va qo'lim yetmayapti. Qo'lim yetmayapti, uzoqlik qilyapti-da. Terimda va shart tushdim va bu yerda ikkita zombi qolgan ekan va ularni ham tezda o'ldirib oldim. Va yaxshi bo'ldi. Xo'sh. Bu yerga torch qo'ydamiz va sindirib qo'ydim buni. Bu sandiqni yashirganimda bizga ip, zombi go'shti, non va somon bor edi va paqir ot uchun kiyim. Bu yerda knockback uchun skin, sehr va tomir, olmos, sandiqlarni ham o'zim bilan olib ketdim, chunki bular bizga kerak bo'ladi. Va bu yerga buni qo'yamiz. Va ikkita pechka yasab buni qo'yib temirlarni eritishga qo'ydim. Bo'ldi. Ikkita va kutamiz. Va hammasi pishganidan so'ng men ozgincha mash'ala yasamoqchi edim. Ko'mirim yo'q ekan. Bularni olib mash'ala yasadim. Va bu yerga chiqib tezroq bu yerda yoritishga qaror qildim, chunki bu yerda mahluqlar paydo bo'lmasligi uchun. Tezda shoshilganimdan hamma yoqqa mash'alalarni qo'yib tashladim. Va bo'ldi. Keyin yana o'sha joyga chiqib temirlarimizni olishim kerak.
Xo'sh, buni sindiramiz blokda. Xo'sh, tepaga chiqib ketsak bo'lar ekan, boshqa blok yo'q ekan, bo'ldi. Va bizda temirlarim ham pishib bo'lgan ekan va ularni oldim. Va ozgincha tayoq yasab, buni olamiz. Va buni ham oldimdagi. Menda 10 ta temir bor va bunga birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi kirka, bolta, shunday aslaqa narsalar kerak bo'lar edi va shularni yasadim. Birinchi kirka, keyin boltani yasadim. Yo'q, keyin bizga qalqon kerakligini tushunib qolib, qalqonni oldim va keyin esa bolta. Va bizga bo'ldi. Boshqa narsaga yetmasdi. Hech baloga bashli. Va men taxtim degan tezroq pastdagi ko'mir va temirlarni kovlashga tushib ketdim. Bu yerda 3 ta dona temir bor ekan va tepada ham 3 ta temir bor ekan, ularni olishga bormoqchi edim. Va bu yerda pastda ko'mirlar bor ekan, baryerni oldida yaxshi baryerdan otilgan ekan bular va bularni ham tezda kovlab oldim, chunki menda ko'mir ham tugamoqda borgan sari. Va tepaga chiqib, tezda temirlarni kovlashga chiqib ketdim. Va bu yerda 3 ta, 4 ta bor ekan. Bularni hammasini olib, boshqa temir qidirishga tushib ketdim. Ayni vaqtda va tepada ham ko'rdim. Va uni ham olish uchun tepaga qurib chiqib ketdim. Va u yerda qayerdaligini ko'rib va ularni ham olib oldim. Bizning keyingi topshirig'imiz temirdan kattaligi ko'krak uchun aslaqa yasash ekan va menga bu yetishi mumkin temirlar. Va bu yerga sekin buni sindirib yana o'sha joyga qaytdim-da va tezda uning craftini ko'rib oldim va bizga kerak ekan 5 ta temir va bizda 3 ta bor ekan va bizga yetishini bildim. Bizga 5 ta temir kerak edi va ularni ham tezda eritishga qo'ydim. Bizda yaxshi hamki 9 ta temir bor edi va ularni 5 ta pishgandan so'ng shunday oldimdagi topshiriqni bajardim. Va ajoyib, bizda keyingi topshiriq ham bo'ldi. Bizda topshiriqlarni tezda bajaryapmiz. Bu yaxshi. Shuning uchun obuna va like bosib qo'ying ikkinchi qism chiqish uchun. Xo'sh, bizning keyingi maqsadimiz esa olmos topish edi. Maqsad emas, topshiriq. Va men uni qidirishga qaror qildim. Undan oldin esa hammaga kerak mashalalarni yasadim. Va u yoq bu yoqqa qidirdim. Va to'g'rimda 3 ta temir borligini bildim, lekin unga o'ta olmasligimni ham bildim. Va orqamga tezda qaytdim-da, boshqa joylarni ham qidirib ko'rdim, lekin bu yerda olmoslar yo'q edi. Va men yana pastga qazishga qaror qilishim kerak edi. Bu yerdagi hamma temirni oldim. Hamma narsamni yig'ishtirib, pastga tushishga qaror qildim. Va birinchi navbatda tepaga chiqib keldim bitta. Keyin narsalarimni qo'yib kelish uchun. Va men tepaga chiqqanimdan so'ng esa mana shunday tepalikka yana qaytishimni his qildim. Shuncha yo'l. Joyi tepaga chiqishlar bilan men tepaga yetib keldim va o'zim uchun ozgina baza qurishga qaror qildim, kichkina bo'lsa ham. Va bu yerda daraxtlar ham o'sib qolibdi bir ikkitasi. Va men bu yerga baza qurish kichkina vaqtinchalik baza qurishga qaror qildim. Undan oldin esa daraxtlarni olib oldim. Va bildimki, mana bu sandiqqa atigi 2 blok qolganini bildim va bizga 2 ta topshiriqni bajarishimiz kerak. Birinchisi olmos topish ekan, ikkinchisini bilmayman. Sandiqlarni shart joylashtirdim, keraklisini va o'zimning narsalarimni ham joylashtirib, ortiqcha narsalarni va olib tashladim.
verstak va pechkalarni olib, ularni joylashtirib, o'zimga kichkina baza qurishga qaror qildim. Lekin sandiq ochilmaydi ekan. Shuning uchun pechkani buzib tashladim-da, uni mana shu yerga o'rnatishga qaror qildim. Verstakni esa bu burchakka va o'zimda bor taxtalarni aytalib, oq daraxtning daraxtlarini, ya'ni taxtalarni olib, bu yerni bekitdim. Ya'ni ana qushlar nomini esimdan chiqib qoldi. Qushlar bizga hujum qilmasligi uchun va tepasini tosh bloklar bilan bekitdim. Kichkina bazamiz tugagandan so'ng va bu yerda xotirjam bo'lishga qaror qildim va bizning ikkinchi ishimiz esa endi olmos topishimiz kerak edi va shuning uchun pastga qazish ishlarini yana olib boramiz. Va men pastga tushib oldim. Endi esa pastga kovlashimiz kerak. Xo'p, mana shu yerdan kovlab ketaveramiz. Xo'sh, bu yerga va buni esa ko'p qilamiz. Va men bu yerda yaxshigina kon topdim. Bu yerga mashinalarni qo'ydim va olmos borligini bildim. Va buni olamanmi yoki ololmayman, buni tekshirish uchun uni sindirdim. Va u sindi va men uni olishga ulgurdim. Va bizda topshiriq bajarildi. Endi biza olmos kirka yasashimiz kerak ekan. Va men buni yana qidirdim va bu yerdagi hamma rudalarni olib ketdim. Temir, ko'mir. Va bir qarasam bu yerda kutubxona, demak, Ender Dragonniki ham shu yerda deganimda, bu yerda olmoslar naq 4 ta deb o'ylagan edim. Lekin bu yerda yana bor ekan. 8 ta. Va bizga lazurit ham kerak, chunki biz sehrli stolni yasashimiz kerak. Bu yerda narsalarimizni sehrlab, keyin esa Ender Dragonni o'ldiramiz. Bizga nima kerak? Kitoblar kerak. Men shu yerdan olib ketishga qaror qilgan edim, lekin inventori to'lganini bildim. Va mayli deb sandiqni qidirishga otlandim, chunki sandiqda yaxshi narsa bo'ladi deb. Va bu yerni qidirayotganimda qidirdim va oxiri sandiqni topdim va uning ichida kitob va bir nechta qog'ozlar bor edi. Ularni oldim va inventorim to'lganini bildim. Tepaga chiqishim kerak edi. Tepaga chiqib narsalarimni qo'yishim kerak edi. Nimaga buni boshida bilishim kerak edi. Shuncha yilga yana qaytib chiqishim kerak edi. Va men bu ishni qilaman ham. Bu yerni tekshirishga qaror qildim. Bu yerda Ender Dragonni portali yaqinmi yoki uzoqmi degan qaror uchun. Buni olaman. Xo'sh, bu yerda menimcha hozir uzoqda emas. Bu yerni qarasak, yo'q. Va tepaga chiqish kerak, ha. Shuncha yo'lga. Nega men shuni o'ylamadim? Bundan oldin esa mana shu yerni ham tekshiraychi va bu yerda yo'q ekan. Biz o'sha joyga qaytib keldim. Tepaga chiqqanimdan so'ng men bu yerga narsalarimni qo'yib pastga tushishim kerak. O'rin qo'yganim o'zim uchun yaxshi bo'ldi. Va bo'ldi. Va pastga tushib, hamma kitoblarni olishim kerak edi. Xo'sh, qanday yerda edi? Qaysi tomonda edi endi bu? Bu tomondamidi yoki yo'q, bu tomon ber. Narigi tomonni qidirib ko'rishim kerak. Va mana shu yerda ekan ham. Va bularni oldim va
bu yerda iplar bizga xalaqit berdi va birinchi o'rinda men iplarni olib tashlashga harakat qildim. Buni olamiz. Hammasini olib tashladim. Olib tashlagandan keyin hamma kitoblarni oldim. O Enderman, nimaga jiyarim? Buni urganda bu va qanday himoya qilgan? Qanday bu qalqon orasidan o'tyapti? Yo'q. Va mana shu yerda ikkinchi marta urishga ham qildim va men qaytib keldim tezda. Bu yerga bloklarni qo'ydim-da, Endermanni qidiramiz. Bu yerga bitta qo'ydim va bu yerga ham ikkita blokni qo'ydim-da, Endermanni qidirdim. Va Enderman qochib ketmagan ekan. U shu yerda o'tirgan ekan meni kutib. Bitta urdim-da, o'zimni yashirib oldim. Kelishi bilan u lo'q edi. Mening tuzog'imga tushdi, baribir yetib kela olmasdi. Lekin harakat qildi bolani, meni o'ldirdi. Men bilan urushganlar shunday hayot kechiradi. Va kitoblarni yig'ishtirdim. Devor tarafdagi kitoblarni olayotganimda qandaydir joy ber ekan va bu yerga kirishga qaror qildim. Balki Ender Dragonning portali bordir deganimda bu yer ham baryerda qolib ketgan ekan. Tugmani qidirdim, lekin yo'q va men devordan buzib kirdim. Bu yerda boshqa yo'l yo'q ekan va sekin qaradim, baribir topa olmadim va yana kitoblarni olishda davom etdim. Bizda shuncha kitob bor ekan. Bu menimcha yetib qoladi. Sehrlash stolini 30-darajaga olib borishga. Hamma kitobni yig'ishtirdim-da, tepaga chiqib ketdim. Va bu yerda sandiq ochilganini bildim va bu yerda ketmon, kartoshka, sabzi va oddiy urug' bor edi. Va bu yerda sandiqqa oz qolganini bildim. Va men tezda olmos kirkka yasashim kerak edi. Va bundan keyin men topshiriqni bajargan bo'laman va olmos kirkani yasaydim va topshiriqni ham bajardim. Va tezda birinchi qiladigan ishim temir kirka bilan o'rnini almashtirib va uni ishlatish edi. Va qaraganimda daraxtlar ham o'sib qolgandi va sandiqni ham ochilganini bildim. Birinchi daraxtlarni chopib, uni oldiga bordim. Va uning ichida esa ferma uchun 3 ta mobning tuxumlari bor edi. G'alati ma'noda emas, spawnlarning uchun yashaydi va u yerda mol, cho'chqa va qaysidir hayvonni buni ko'rmadim. Va bularni ham oldim-da, uy qurishimni bildim va bu yerda yana bir sandiq ochilgan ekan deganimda uni olib olganimni esladim. Va uni sindirdim. Va sindirmadim. Tushib turaversin dedim. Va bu yerga suvimni olib, bitta suv olib qo'yishim kerak, chunki buni yopib yuborishim mumkin. Buni bu yerga oldim-da va uy qurilishini bildim. Uy qurishim kerak edi, chunki men bu yerlarda yashab yotmayman-ku va bu yerni kattalashtirayotmoqchi bo'lganimda bu yerda yana bir sandiq bor edi va buning ichida villager, ya'ni qishloqining spawni bor edi. 4 ta. Biz buni bilishimiz kerakki, biz bu yerda savdolashishimiz mumkin. Bu yaxshi, tez rivojlanamiz. Va men mana shu yerlarni tozaladim. Mana shuncha qilib. Bunga ancha vaqtim ketdi, lekin
uy qurishim kerak edi. Men suvni ham berkitib, uni o'rniga o'sha ferma qurishim kerak edi. Mana yarimtalik tosh bilan bekitib qo'ydim va bu yerda qo'yni ko'rdim va ikkita edi, uning bittasi qayergadir ketib qoldi. Uni o'ldirganimdan bitta tushardi. Hozir men buni oldim va ikkita oldim. Bu foyda. Va men qo'yni qidirayotganimda skeletni topdim va u bilan urushishga qaror qilmadim. Chunki hozir unday payt emas. Yaxshilab qidirganimdan so'ng umuman chiqmadi va men kallam ishlab qoldi. Bizda iplar juda ham ko'p. Bundan ko'p yasashimiz mumkin dedim-da, ozgina taxtam borligini bilib, kravat yasadim. Birinchi kravat va birinchi tunimiz bo'ladi. Buni qo'yib uxladim. Turganimdan so'ng esa yop-yorug' va birinchi tunimizni o'tkazganim bilan mazza qildim. Bizning topshirig'imiz esa obsidian yo'lash edi. Menga lava kerak. Mana shu yerda suvimiz bor. Bizda lava bo'lganda obsidianni ko'lar edik ko'p narsa uchun. Va men hozir mana shu yerga uyning skeletini qurishim kerak edi. Biz juda ham ko'plar bloklar bor. Taxminan uning ko'rinishi 2 qavat va yonida omborxonasi ham bo'ladi. Men shunday o'yladim. Va hamma narsamni bu yerga soldim-da, o'zimga kerak bloklarni olib, qurilishni boshlab yubordim. Albatta, zerikmasligingiz uchun men bu yer bilan musiqada boshlayman. Go! bitkazdim va bu ozgina qattiq bo'lib qoldi, lekin bo'laveradi hozirchaga va bu uyni keyingi qismlarda ajoyib ravishda kuchaytiramiz. Aniq. Bu pechkalar qanday turishini teskari qarang videoga. Bu lodo. Lododa, chunki lodo sila. Bu yerda oyna uchun joy bor va orqa tomonda yopib qo'yishimiz. Videomiz tugamoqda. Xayr, omon bo'ling. Ikkinchi qism uchun bizlar yaxshi aktiv. Go.